Aziz hamkorlar, keyingi bahsimiz yod. Bizani organizmimizga, ya'ni shitavidniy железада ishlashiga, qalqonsimon bez ishlashida yod juda ham muhim. Agar yod kamlik qilsa, o'zgarishlar ketadi qalqonsimon bezda. Mashinaniga motor qanchalik kerak bo'lsa, bizani organizmimizga qalqonsimon bezi roli ham shunchalik kerak. Bizni yod yetishmasligini qanday bilamiz? Qon tahlillari bilan emas, peshob tahlillari bilan yod yetishmasligi aniqlanadi va yod yetishmasa, inson organizmida holsizlik, e'tibor to'plolmaslik, soch to'kilishi, teri qurishi, yurak tez urishi va shitavidka deyiladi. Ruschada qalqonsimon bezdan chiqariladigan T4 va T3 gormonlari metabolizmni me'yorlashtiradi. Agar bizda yod yetishmasa, jismoniy va aqliy rivojlanishdan orqada qolinadi. Siz yod yetishmasligini tahlil qiling va yod yetishmasa, albatta buni iching.